yig'loqqa qizcha bo'ladi, kichkina qizcha. Mana men bor, meni ko'ringlar, menga mehr beringlar deydigan qizchaga o'xshaysan degan edi. O'sha paytga men unaqa emas, mehrga tuyunib katta bo'lganman dedim, lekin baribir ota-onani mehriga hech qachon tuymaykanizda, hech qachon. Bu ilohiy. Bu xuddi suvga o'xshaydi, tugamas. Mehr biz tuymaymiz ota-onamizdan. Ming ota-onamiz 100 ga kirsin, 120 ga kirsin, baribir bizga kerak, baribir. Ota-onamiz kichkinagina bo'lib qolib, bolada bo'lib qolsa ham bizga kerak. Chunki birinchi Alloh sevadi, buni inkor qilmayman. Allohning qullari orasida, o'zimga o'xshagan qullar orasida men ota-onamchalik hech kim, hattoki farzandim sevmasligini bilaman. Chunki men ham ichimda gaplarimni to'liq tushuntirib bera olmayman. Xafaman. Onam kasal bo'lsa xafa bo'laman-da.